Tojiklar ko't naxo'y. Ko't naxo'y tojiklar. Ko'tlarga paddeshga qiladi. Tushundingmi onangni? O'zing Assalomu alaykum hammaga. Sen noinsof ekansan, xoin ekansan. Chunki O'zbekiston Respublikasida 6 milliondan oshiq tojik millati yashaydi. Samarqand shahrida, Buxoro shahrida, Namanganda yashaydi. Keyin Farg'ona taraflarida yashaydi. Qashqadaryo, Surxondaryoda tojiklar ko'p yashaydi. 6 milliondan oshiq tojiklarni sen onasidan so'kding. Sen ko'tga chiqarding. Undan tashqari Tojikiston xalqini. Ular ham tojik. Sen nima haqqing bor? Birovni onasidan ketishga, bir haqni onasidan ketishga. Sen West tojiklarning g'azabini keltirganingni bilasanmi? Sen bilasanmi? Sen o'ylab ko'rdingmi sen nima deganingni? U qancha u podarkalaring? $1000mi, $2000mi, $3000, $5000mi? Qancha turadi u podarkalaring? Bitta podarka uchun West millatni so'kding sen. Tojiklar ko't naxo'y. Ko't naxo'y tojiklar. Ko'tlarga paddeshga qiladi. Tushundingmi onangni? Bıçağlar yetişmişler zaten. Buyurun. Bize spil. Böyle. O ne? Tojikiston xalqi uzr. Mana o'shanga yarasha jazoimni oldim ham. Nima shuda? O'z miltiqda otgan eslolmayapman shu. Banku gazga o'xshagan narsa otgan payt hushimdan yo'qotdim o'sha yerda. O'sha bir gazga o'xshagan pistolet deb o'ylayapman. Onasini esa miltiqqa o'lmadingmi? Asrabda yo'q. Xudo asrabda Allohga bir yoqqan tomoning bor ekan. Boshingda teshgan bo'lsa ham miyangga o'tmabdi, bilasan? Miyangga o'tib ketsa bor-ku, shunday o'sha joyda o'layding. O'sha joyda o'zida tilingdan shunday o'layding. Rembo, mana men senga aytayapman-ey. Qo'pol qilib aytsa, men kecha o'sha yerda 2 soat o'tirdim. U militsiyalar senga hayotda u bolalar to'g'ri bermaydi. Tushundingmi? Qo'pol qilib aytsa, u bolalar to'g'ri bermaydi. Bu narsani orqasida kim va hokazolar turibdi. Sen kuchingda kaltayda yeysan, am bo'lib ketasan, tariq qolganingga hushyor bo'l, bundan keyin qadamingni o'ylab bos. Agar borki kamerasi yo'q joyda seni urgan bo'lsa ham, agar haqiqat bo'lsa, agar borki qonun haqiqatan ham bo'lsa borki, o'sha o'tib kelgan bolalarni cheris magazinlar, cheris ko'chalar orqali o'sha odamlarni senga bir deganda militsiyalar to'g'ri berishi kerak edi. Bu ishning orqasida katta odamlar turibdi. Sen hayotda uni topa olmaysan. Hayotda uni topa olmaysan. Javob beraman gap. Tushundingmi? Javob hayotda topa olmaysan. Osmondan tushib seni letayshi tarlikada yo bo'lmasam vertolyotda tushib turib seni turgan joyingda urib ketmadi. Seni u poyladi. Seni ko'changda boshda poyladi. Seni uyingda tagida poyladi. Qayerga chiqishingni poyladi. Necha martalab ko'chaga chiqasan, qaysi vaqtda borib, qayerda ovqat yeysan, qachon ishga borasan, qachon uyga kelasan, seni poyladi ular. 3 kun, 2 kun seni kuzatdi. Doliyasini olgan kimdandir. Kimligini bilmayman, tuhmat qilmayman. Realni jizni seni poyladi. Kayfda ichib chiqib ketgan payting kamerasi yo'q joyda banglatib seni urib ketishdi.